Chilonzor 12-kvartalga keldi. Birinchi etajda 2 xonali uyimizga chiqdi. Xo'p, arenchini tushuntirib o'taman. Shohmet Center ro'parasi, bu yoq tomonimizda Farhod bozori ekan. 2 xonali uyimizda birinchi etajda joylashgan 57 kvadrat spetsplan uyimizda remont umuman yo'q ekan. Hozir kirib sizlarga obzorni qilib ko'rsataman. Xo'p, uyga kirdik. Prikoshkasi. Bu yoqda bizda spalni. Razmerlari примерно 3,5 ga to'g'ri ekan. Xo'p. Zalimiz ham hop razmerlari 5,5 ga 3,30 ekan. Zaldan to'g'ri balkonga o'tiladi, balkonni 2 ga oldi. Hozir borib ko'rsataman. Hop, bu yerda bizda hojatxonasi, vannasi joylashgan. Bu yerda oshxona. Oshxonadan to'g'ri balkonga o'tamiz, balkonni 2 ga oldi, podvaligacha bor ekan. Hop, Farhod bozorining ro'parasida joylashgan uyimizda narxiga kelsak, narxi 68.500 so'rashyapti. Ozgina o'tib beradigan joy bor ekan. Telefon nomerlarini qoldiraman.